Assalomu alaykum, hurmatli YouTube, Instagram kuzatuvchilari. Mana navbatdagi ishimizni Xudo xolasa Mirobod ko'chasiga olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa rossiyskiy laminat. Mana bir chekana boshlaydigan bo'lsak, obunachilar mayni shkaf, maytini esa gaz ballonga moslab berdik. Keyin рабочий stol qo'ydikda gaz. Keyin g'aladon o'zini holatida. Keyin musor paqir, mo'yka, shushulka va xolodilnikni tepasiga Xudo xolasa chiroyli holatda qilingan holat ishimiz. Kimgadir qanaqa razmerda xohlaydiganlar bo'lsa, aloqaga chiqsa, pagamometri 1 metri 2.200.000 so'mdan, gaz vitishkadan tashqari mo'ykasi, shushulkasi musor paqiri ichida.